Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, siz Sho'rchi savdo kanalidasiz. Siz bilan Nodirshom. O'tgan avvalgi dasturimizda Gmail akkaunt nima ekanligi haqida tushuncha berib o'tgan edim. Va bugungi bo'ladigan darsimizda, ya'ni bugungi bo'ladigan video qo'llanmamizda shuni o'rgatmoqchimanki, ya'ni Gmail akkauntni ochishni o'rgatmoqchiman. Ba'zi birlar hali ham Gmail akkauntni ochishni va undagi ma'lumotlarni to'ldirishni va shunga o'xshagan ma'lumotlarni haligacha bilmaydigan insonlar topiladi oramizda. Shu sababli bugungi darsimizda, ya'ni video qo'llanmamizda Gmail akkauntni ochishni o'rgatib o'taman. Albatta Gmail akkaunt har bir Android telefonlar uchun juda ham muhim funksiyalardan biri bo'ladi. Shu sababli buni albatta har bir kishi, ya'ni Android ishlatadigan har bir kishi bilishi shart va kerak bo'ladi. Shu sababli albatta bugungi darsimizda foydali bo'ladi. Siz uchun o'rganib qo'yishingiz kerak bo'ladigan narsalardan biri shu bo'ladi. Xo'p, boshlaymiz. Gmail akkauntni ochishni eng oson yo'li bu birinchi navbatda Google Play Market ilovasiga kirib olish bo'ladi. Play Market ilovasiga kirib olganingizdan so'ng bu mana ochilgan, yangi ochmoqchimiz biz. Yangi akkaunt ochamiz. Mana bu profil ustiga bosamiz, mana bu A turgan joyga. Hammaniki har xil bo'ladi, ismi turadi bir xillarda. Xo'p, ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng upravlение bosganimizdan so'ng mana bu joyga bosamiz. Strelka ustiga bosamiz. Keyin esa tagida добавить akkaunt degan yozuv chiqadi. Добавить akkauntga bosamiz. Добавить akkauntga bosganimizdan so'ng mana bu chiqadi. Ustiga bosamiz. Xo'p, barmog'imizni tekkizib olamiz. Xo'p, tekkizib olganimizdan so'ng Soздать akkauntga kiramiz. Soздать akkaunt mana shu для ничего использовать deganiga kiramiz. Birinchisiga kiramiz. Xo'p, kirganimizdan so'ng o'zingizni ism, familiyangizni yozasiz. Masalan, o'zingizni ismingizni yozasiz desak bo'ladi. Masalan, qanaqa bo'lsa ham ismingizni yozib qo'yasiz. Men hozircha mayli. O'zimni ismimni yozaman. Mana yozdim. Dalshiga bosasiz. Dalshiga bosgandan so'ng yilini kiritasiz. Qachon tug'ilgansiz, nechinchi yil siz yozasiz. Xo'p, mayda yoshlarga bo'lmaydi. Masalan, 18 yoshga to'lmagan bo'lsangiz bo'lmaydi. Shu sababli o'zingizni yilingizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Bo'lmasa ocha olmaysiz. Xo'p, женщин, мужской, erkak yo ayol deyapti. Kimsiz? Erkak bo'lsangiz erkak, женщин bo'lsa женщин, ayol bo'lsa ayol, мужской. Bo'lsa erkak bo'lsangiz erkakni belgilaysiz. Dalshini bosasiz. Bosgandan so'ng sizga to'g'ri keladigan qulay bo'lgan Gmail akkauntlarni beryapti. O'zi tuzib beryapti. O'ziga yoqqanini tanlaysiz. Bittasini bosamiz ustiga. Bosganimizdan so'ng dalshini bosamiz. Dalshini bosganimizdan so'ng parol yaratamiz. Xo'p, men sizga eng oson parolni yaratishni o'rgataman. Masalan, ismingizni yozsangiz bo'ladi, o'zingizni ismingizni yozsangiz bo'ladi. Masalan, 1 2 3 4 5 6 7 ta 8 ta raqam va bosh harf bo'lishi kerak. Raqamlar va so'zlardan hosil bo'lishi kerak. Bu bor. Mana shunaqa parol bor. Xohlasangiz ismingizni bosh harfini qo'yasizda, telefon raqamingizni yozasiz. Masalan, nomeringizni. Masalan, men shu nomerni yozdim. Telefon raqamingizni qo'ysangiz ham bo'ladi. Bosh harfiga lekin albatta ismingiz bo'lishi kerak. Ismingizni bosh harfi nima yoki oxiriga ham qandaydir so'z qo'yarsangiz bo'ladi. Mayda harfda. Farqi yo'q. Eslab qoladigan raqam qo'ysangiz bo'ldi. Mana shu sozda mana men oddiy raqamlardan hosil qildim parolni. Siz ham o'zingizga ma'qul bo'lganini qo'yasiz. Dalshini bosasiz. Dalshini bosganingizdan so'ng saqlanib bo'lsin menga, chunki kerak emas, buni hozir o'chirib tashlayman. Chunki hozir parollargacha yozib qo'yapman. Men telefonimga ulanib olishi mumkin kimdir. Shu sababli buni hozir ochamanda telefondan o'chirib tashlayman ochganimdan so'ng. Bu faqat vaqtincha ishlatib ko'rsatish uchun bo'lyapti hozirga akkaunt. Dalshini bosamiz. Xo'p, dalshini bosganimizdan so'ng hammasi shartlarga rozimiz deyapti. Shartlarga roziman. Bosamiz.
ozroq vaqt oladi. Xo'p, mana shunaqa bo'lim paydo bo'ladi. Принятыйni bosamiz va Gmail akkaunt tayyor bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek mana Gmail akkauntingiz, yangi ochilgan Gmail akkaunt paydo bo'ldi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi Gmail akkauntdan, mana shu ya'ni Google hisobdan. Mana. Kanalimiz a'zolari, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Gmail akkauntni ochishni ham o'rganib oldingiz deb umid qilaman. Keyingi darsimizda Gmail akkauntning parolini, ya'ni parolni o'zgartirishni o'rgataman. Ba'zi birlar parolni ham o'zgartirishni bilmaydi. Shu sababli keyingi darsimizda Gmail akkauntni parolini yangilashni, ya'ni yangi parol qo'yib o'rnatishni o'rgatib o'taman. Xo'p, kanalimizni kuzatib boring. Hali bundan ham foydali bo'lgan ma'lumotlar sizlar bilan ko'rishamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.